Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinchmisizlar? Biz ham tinch, mana osmon tinch. Erondamiz. Eron tinch. Самое главное, Eron tinch. Hop, mana bayrog'i sal pastlatib qo'yildi. Bilsanglar kerak. Mana tog'larda qor. Kun chiqib turibdi, lekin sovuq bor. O'n kundan beri yotilibdi mana shu park. Ming degan mashina bor. Ming degan. Stadionga 10 ta keladigan, 10 tadan ham kattamikin joy. 1000 ta mashina bordi. Bir kunda 100 ta, 150 ta mashina chiqib turardi hozir. Shu 5-6 kundan bir kechaganda 30 ta, 40 ta mashina chiqdi. Shunaqa qilib yaxshi ishlamayapti. Tog'liq, qorlik tog'. Yelli nimasi duxu zo'r. Duxuni tushirgani yo'q. Urush xayoliga ham keltirmayapti. Narx-navo sal ko'tarilgan. O'zi arzon bo'lardi. Hozir dollar ko'tarilib ketib, narx-navo sal qimmatlab ketdi. May suv mana hozir 6 ta 1,5 litrlik 9 litr bo'ladi. 9 litr suv Eronning puliga oldin 60 edi. Hozir 100 ga oldim. 9 litr suvni 100 ga. 60 ga olgan paytimda bizni qirg'iz pulimizga 60 so'm bo'lardi. 6 ta suv, 9 litr suv 60 so'm bo'lardi. Hozir 100 ga oldim. 100 ham pashtiqim ozgina qimmatlaganda, pulli ham kuch qolmadi dollar. O'sha o'ynab 100 dollar oldin 8000 dan boshlanardi. 7000 qanchadan boshlangan edi. Men kelishim boshlaganimda 7,5 ming edi 100 dollar. Hozir 100 dollar 16 ming bo'lib ketdi. Даже qancha desam bo'ladi? 100%, 110% shunaqa ko'tarilib ketibdi dollar. Valyutchilarda dollarga naqd pul yo'q. Magazinlardan narsa olib dollar beraman desa 1600 hisoblayapti. Valyutchilarga olib chiqsangiz 1600 bo'layapti, naqd pul yo'q deyapti. 1350 dan naqd pul qilib beryapti. Shunaqa gaplar. Turkiyaga o'tishimiz kerak. Bu tomonda mana Turkiya tomonidan qora bulutlar qarab kelib turibdi. Bu tomonda quyosh ko'rinib kulib turibdi. Qimmatchilik bor. Lekin dollarga chiqsa o'shandoq kelaverar ekan shekilli. Bozor qilib keldik iftorlikka mana. Salomat bo'lasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat.